Ochamiz, ko'ramiz, xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Mana xudo xolasa korpuslarni bo'lib oldik. Mana shu joyida teshigi bor. Shuni yamaymiz endi. Mana bu betdan ko'rsatsa teshilib qolgan. Zapchaslari bor, hammasini olib kelib qo'ydik. Valmal. Mana xudo xolasa hammasini yig'ib, terib, joy-joyiga qo'yib qo'ydik, xudo xolasa aka-ukalar. Samarqand Bulung'urdan kelgan bu. Samarqandlardan, uncha-muncha Jizzaxlardan ham kelib turadi. Bunaqa holatda motor, benzinli Mirey motorlari keyin Gulistondan juda ko'p keladi. Gulistondan 5-10 ta qilib tashadimi, agar 10 tadan oshgan bo'lmasa, xuddi shu holatda jo'natishadi. Qati ketgan bo'lsa, joy-joyiga qo'yib, o'zini joy-joyini topib, o'zini o'sha turgan, ishlagan zapchasini o'lchab, xuddi o'shanaqa zapchas qo'yib yig'ib beraman ko'pini. Ko'z tegmasin olib borishadi, yurg'izishadi. Aka bo'ldi, yaxshi, zo'r deyishadi. Endi qiziq tarafi, hamma narsasini joy-joyiga qo'ymasanglar, noto'g'ri qo'ysanglar yurmaydi. Lekin joy-joyiga qo'yib, xudo xolasa, hammasini joyiga qo'yib ishlatilsa, yurib ketaveradigan narsa. Endi men sharoit qilib qo'yishim kerak. Bu motorga boshqacha ket babina, u motorga boshqacha ket babina qilib qo'yishim kerak. Shu narsani qilib qo'yishim kerak o'zi avvalasi. Mana shunaqa ramasi bilan jo'natishsa, shu ramasiga tushadigan qilib qotirib, starterdami, tepkida tepib, nimada qilinsa ham bitta gulishturcha yasab, bunga ovozi varilib ketmasligi uchun shunaqa nima stend deydimi, stol deydimi, shunaqa qilib qo'yishim kerak o'zi. Hech vaqt orttira olmayotganim shuning uchun aniqlamoqdim-da. Mayli, bir gap bo'lar. Xo'p, bunda akalar gilza alishda. Xo'p. Klapin salnini yangi qo'yildi, gilza porshini yangi qo'yildi, val yangi qo'yildi, tepki richagi yangi qo'yildi, rim komplet prokladka salnida yangi, raspirval kulachogi yangi qo'yildi. Xudo xolasa, mana valda ko'rinayotgan bo'lsa agar pachinilari ham muftab ketgan. Mana richagini kesib oldik. Akamiz svar qilib tashlagan ekanlar. Mana richag bolgarkada kesib oldik. Hop, mana bu porshini masindan so'z yangi qo'ydik. Mana aytgancha masindan so'z. Bitta yana nima, raspirvali qani. Raspirvali mana bu yoqda. Mana raspirvali uni chaqilib ketgan ekan. Shuni yangi qo'ydik. Keyin yana nima, kulachog yangi qo'ydik. Kulachog qani? Kulachogni hali yechganimizdan yo'q. Bu gilzaga yangi ko'zicha qo'yardik. Mana o'zini kulachogi. Raspirvali ustida qanaqa ishlagan, qanaqa aniqlangandan kulachogi boshqa qo'yib qoldik. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammasi. Gilzasi bu. Lekin qoyil qolmadim. Oldingi ustasiga hamma yoqiga germetik surtgan ekan. Germetik hamma yog'i mana chekasiga chiqib yotibdi. Bunda germetik, bitta aytgan germetik surtilmagan.
Mana bu kirishgan ustiga ham germetik chaplangan, mana bu yerga ham germetik. Men germetik surtmadimmi? Mana agar germetik agar aniq qolardi. Betida ham yo'q. Mana bularda ham yo'q. Mana prokladkani o'zi. Qaqa bo'lsa germetik solingan ekan. 4 ta bo'ldi, lekin akamiz sal shoshiraverganlarga kirishkalarni ilojini qila olmadim. 4 ta bo'ldi. O'sha sal yomon aloqa qilgan ekan. Oldingi usta qattiq tortib rezbalarni ko'p joyini dabdala qilgan ekan, lekin amalladik qo'ldan kelgancha yaxshilab qilib berishga. Ichkarida bir rezbasi yomon ekan, unga bolt tashab boshqa qildik. Mana bu yerda 4 ta bo'ldi. 3 ta bo'ldi. 3 ta bo'ldi yomon ekan, unga mis shayba tashab qotirdik. Qolganlari hammasi o'zi qotirib berdi. Shunaqa gaplar, xudo xolasa hammasi yangi bo'ldi. Shunaqa xizmatlar bo'lsa olib kelaverasizlar. Lekin xudo xolasa kelajakda aka-ukalar men shu motorlarni shundoq qotirib turib kabellarni ulab bir tepa zavod qiladigan mo'ljalni qo'yishim kerak. Buning uchun men bu kabellariga chiqqisi kelyapti. Men bu kabellarga mana shu kabellarga ulanadigan tayyor qilib qo'yishim kerak. Shtekillarni mana bu kabeli bor, u kabeli bor. Shularga ulanadigan qilib, bunda shtekil yo'q. Shularga ulanadigan qilib qo'yishim kerak. Shunda babina, ket, manasi bilan qilib qo'ysam bo'ladi. Endi hozir ilojim yo'qda yurg'izishim mumkindir, vaqt ketadi, vaqt. Qancha texnikalar kutyapti. Qo'ldan kelgancha harakat qilib qo'yapti biz ham imkon qadar. Xudo xolasa balki sezonlar sal yengillashganda, ishim sal kamayganda balki qilsam qo'yarman ramasini to'g'irlab. Xudo xolasa skorslar joyida tekshirib ko'rdim, bitta aylantirib, razvedka qo'ymasimdan oldin joyiga tushyapti hammasi. Qo'ldan kelgancha endi akamiz olib boradilar buni, xudo xolasa. Men posilka qilib kelganman, posilka qilgan olib ketsa kerak. Chiroyli moyini, suvini mana benzinini quyib, lushtillarni, kabellarni hammasi ulab qotirib bir tepsalar, xudo xolasa yurib beradi. Bunaqasi birinchisi ham emas, bu oxirgisi ham emas, xudo xolasa. Bunaqalar ko'p remont qilamiz. Jo'nataverasizlar. Biri motorni eplolmadi, qilolmadi degan ustalar bo'lsa, jo'nataveringlar. Qo'ldan kelgancha yaxshidan yaxshiroq qilib berishga harakat qilamiz. Iloji boricha, nega menga klient har doim klient bo'lishi kerak. Bugun qilsam ertaga kerak emas demayman. Imkon qadar yaxshi qilib berishga harakat qilaman. O'zimnikini, o'zimni motorimni, o'zimni texnikamni qilgan darajada qilaman men doim, iloji boricha. O'shaning uchun ko'z tegmasin, ko'p motorlarim ancha yurib beradi. Yaxshi qarasanglar unda ham. Mana men hozir yangi gilza qo'yaman, 1 oydan keyin kelganlar ham bo'ldi, lekin qaramay minsa. Benzinni akalar 80 quymaylar, iloji boricha 91, 95 quyib ishlatinglar. Benzinlarda zang keladi, boshqa qiladi, u ichkariga kirib ham gilzani chizib tashlayapti. Moylarni yaxshi qo'yib, tez alishtiringlar moyini. Tez alishtirmasangiz gilza chizilaveradi. Endi men qo'ldan kelgancha yaxshi gilza portion, misol uchun yaxshi val, firmasi yaxshi unaqalarnikini qo'yaman, kачество. Necha yildan beri qo'yib yurgan bilaman, yaxshisini topib mo'ljallab qo'yishga harakat qilaman doim. Yomoni bo'lib qolmasin, yaxshi minsin, yaxshi yursin deb. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Bu Samarqanddan Bulung'urdan kelgan mototsikl motori. Xudo xolasa endi qo'ldan kelgancha qilib berdik. Yog'iga endi garantiya bermaymiz, aytib qo'yay. Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, undan keyin ham aytaman. Garantiya bermaymiz. Biz 100% qo'ldan kelgancha to'g'rilab beramiz. Garantiya yo'q. Yog'i endi garantiyani Alloh beradi. Sizlar yaxshi qarab, yaxshi minsanglar, xudo xolasa ancha xizmat qiladi sizlar. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Videomiz yoqqan bo'lsa like, podpisatsiya bosib qo'yinglar.
obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Akalar ukalarga jo'natib qo'yinglar. Yaxshi motorni qiladigan ustalar kerak deb qidirib yurgan akalar bo'lsa, jo'natib qo'yinglar. Yo'qotib qo'ymaslik uchun mani Telegram, Instagram, YouTube, TikTok hammasida Jamol usta deb yozsanglar gruppa kanallarim chiqadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tinch bo'lasizlar. Omon bo'lasizlar. Rahmat hammaga.